Ashula ijrochiligida asosan so'zlarni yaxshi joylarda bo'lishlik juda ham professionalizmni joyiga olib keladi. Misol uchun oddiy Qora ko'zim ashulasini oladigan bo'lsak ham, qora ko'zim kelimardum, qara ko'zim kelimardum, lug'im difan qilg'il, ko'zim qarovsiga mardum kabi vatan qilg'il kabi so'zlarni o'rtasidan cho'rt bo'lib nariga so'zga yopishtirib tashlab so'zlarni tushunarli qilish, tushunarsiz qilish, bu degani professionalizmni yo'qolishi. Aynan so'zlarni tushuntirib aytish, maqom ijrochiligida ham so'z muhim masala. O'sha so'zlarni tushuntirib aytish ham ijrochilikni va shu ovoz sozlashni, ovozni joy-joyiga qo'yishni va ashulani chiroyli ijro qilishni o'ziga xos bir xususiyatlardan biridir.